Dunyoda shunday voqealar borki, ular tarix kitoblarida yozilgan. Dunyoda shunday joylar borki, ularni ko'rgan inson hech qachon unutmaydi. Dunyoda shunday filmlar borki, ular bir insonni o'zgartirgan. Salom, siz Aldani YouTube kanalidasiz. Obuna bo'lishni unutmang. Sizlar bilan birgalikda o'rganamiz. Assalomu alaykum. Men Doniyor Karimiy. Bu kanal dunyodagi eng qiziqarli ma'lumotlar haqida. Bu yerda siz tarixdagi eng qiziqarli ma'lumotlarni bilib olasiz. Qanday qilib imperiyalar paydo bo'ldi? Qanday qilib buyuk shaxslar tarixni o'zgartirdi? Va ba'zi sirli voqealar qanday bo'ldi? O'zi sirli voqealar bo'lganmi? Biz dunyoning turli joylariga ham nazar tashlaymiz. Qadimiy shaharlar, afsonaviy joylar va odamlar ko'p yashagan maskanlar. Ba'zida esa siyosat ortidagi voqealarni ham ko'rib chiqamiz. Davlatlar qanday qaror qabul qildi va bugungi kundagi dunyo qanday shakllandi? Albatta kino haqida ham gaplashamiz. Ba'zi bir filmlar shunchaki film emas, ular tarix, madaniyat va jamiyat haqida hikoya qiladi. Shu sababli mashhur filmlar haqidagi qiziqarli ma'lumotlarni bilib olamiz. Siz Aldani YouTube kanalidasiz. Obuna bo'lishni unutmang.